Hisobni? 1 kilo osh konkret bo'ladi. 1 kilo oshmi? Salat, non, hammasi. Uni yonidan bir 200 so'm, 400 so'm menga qolib ketadi 3 mingdan yana. Salatxonada bo'laydi, Biz salat hamma joy boyagidek past emas. Qolgan joylar salatni ichaveradi. Mayli, yana. Napitkasi manna yana. Bu ana. Aytdimki ish pishdi bu yerda. Chatoq bular. Napitkasi mannaman. O'g'il bolalar savdo qilyapti bu yerda indamaylar. Menga qilsam 200 so'm qolib 3 ming olsam. Yo'q, qanday siz kilo bilaman, men hozir dogovor bunday bo'ladi. Hammamiz boramiz deyapman. Yomon gapirmang bular, o'g'il bolalar savdo qilyapti. Undoq gap ketgan. Bilmang, voy billahi zo'r-ku. Molodez yigitlar, oxirigacha. Yomon Mana ketdi. mayli, napitkasi yana mannan mayli hisob. Voy billahi, qaranglar. Bo'lmagani, bunaqa bo'lmagan. Mayli yo'q. Yaqin o'rtada bo'lmaganda. Sal qoldi. Qay demasa hozir 3 ming qaytarib Tayla beradi 3 ming. Mana shuncha bolalar 300 Tayla beradi 3 ming tayla beradi mayli. Mana yig'adi 300 dan. 200, 300 qilsak qilamiz. Yig'ib taylaymiz. Anerga borib 500-600. Yana 200 bormi? Yana o'xshamay qolsa. Endi o'xshasa sizlar. Bu maqtayapti-yu. Maqtayapti-yu, zo'r deyapti. Zo'r deyapti. Choy boy salatlar ichida deyapti. 2600 deyapti. 400 so'm qolib ketadi. Hisobga qarang. O'zi chindan ham. Nima joylarga bunday bo'lmasa kerak. Biz zarchataga. Mana salat adella deb bu вообще qilyapti Bo'ldi, bizlarni. men Rasojaga olib bordim, siz yoqqa yerga boramiz. Ko'ramiz. Mas itta. Yetti. Bugun erta ketamiz, kech kelamiz. Yo'q, mayli kech ketsak. Yoshlar bormi?